Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Mansurbek. Bugun sizlar bilan 10-darsligimizga ham yetib keldik. Ushbu darsligimiz ingliz tilidan Convolutional Neural Network deb ataluvchi darsdir. Convolutional Neural Networkning qisqacha atamasi bu CNN deb nomlanadi. Demak, darsimizni boshladik. CNNlar haqida gapirishdan avval keling sizlar bilan Computer Visionga qisqacha nazar solaylik. Computer Vision o'zi nima? Computer Vision bu kompyuterlar yordamida raqamli rasmlardan yoki raqamli videolardan ma'lumotlarni ajratib olish va o'sha ma'lumotlarni idrok qilishga asoslangan ilmiy soha hisoblanadi. Computer Visionni boshqacharoq qilib injiniring nuqtai nazaridan ta'riflaydigan bo'lsak, insonning ko'zi orqali ko'rib bajarishi mumkin bo'lgan vazifalarni aynan kompyuter yordamida tanib, idrok qilib va o'sha vazifani avtomatlashtirishni o'rganadigan soha deb hisoblash mumkin bo'ladi. Computer Vision qo'llanilayotgan sohalarga quyidagilarni misol qilib keltirib olishimiz mumkin bo'ladi. Bular haydovchisiz avtomobillardagi aqlli kameralarning qo'llanilishi, face recognition texnologiyasi, noodatiy xatti-harakatlarni fahmlovchi kameralar, obyektlarni fahmlovchi object detection texnologiyasi yoki tibbiyotda qo'llanilayotgan tashxis qo'yuvchi kameralar va boshqa misollarni keltirishimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu yerda aytib o'tishimiz joizki, Computer Visionning asosiy tayanchlaridan biri bu Convolutional Neural Network hisoblanadi. Va sizlar bilan yuqorida ko'rib o'tgan misollarimizga qo'shimcha qilib mana bu rasmlarni ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda object detection, image classification yoki neural style transfer misollarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'lar ekan. Aynan bu yerda demak object detectionning vazifasi rasmdagi turli xil obyektlarni demak fahmlash, idrok qilishdir. Ya'ni mana bu burchakdagi demak car, mana bu demak o'rtada markazda turgan obyekt person ya'ni inson ekanligi va hokazolar. Image classificationda esa mana bu rasmlarni qaysi klassga tegishli ekanligini, ya'ni cat yoki mana bu rasmni dog klassiga tegishli ekanligini demak fahmlab bera olish qobiliyatiga ega ekan, imkoniyatiga. Mana bu yerda esa neural style transfer misolini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bir turdagi rasmni aynan negizini olib, ya'ni mana bu yerdan insonni negiz sifatida qabul qilib va ikkinchi rasmdan esa style ya'ni rasm uslubini o'rganib va yangi turdagi mana bu kabi demak rasmni taklif qilish imkoniyatiga ega texnologiya ekan neural style transfer texnologiyasi. Va mana shular demak Computer Visionga yaqqol misol bo'la oladi. Va endilikda darsimizning qolgan qismida sizlar bilan to'liq Convolutional Neural Networklar haqida yoki qisqacha qilib aytganda CNNlar haqida gaplashib olamiz. Ushbu rasmda Convolutional Neural Network yordamida MNIST datasetidagi mana bu 3 raqamli rasmni klassifikatsiya qilish rasmi keltirilgan, arxitekturasi keltirilgan. Aynan hozir ushbu rasm sizlarga biroz notanish bo'lishi mumkin, chunki bu yerda yangi o'rganadigan tushunchalarimiz mavjud. Aynan mana shu qismlarini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz va darsimiz so'ngida esa mana shu arxitekturani siz o'zingiz bemalol tushuna olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keling masalani boshidan boshlaylik. Nimaga aynan CNN? Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Biz shundoq ham 28 ga 28 o'lchamli rasmni mana bu ko'rinishda 784 ta piksel ko'rinishda yozib olgan edik. Ya'ni 28 ni 28 ga ko'paytirganimiz 784 ta pikselni berar edi. Mana bu neyronlarga joylab har bir pikselni va modelimizni oxirida biz klasslarga ajratish imkoniyatiga ega bo'lgan edik. Esingizda bo'lsa. Va biz bu texnologiyani demak fully connected layer yoki dense layer deb atagan edik. Va biz mana bu rasmlarni demak farqlashni, ya'ni klassifikatsiya qilishni demak muvaffaqiyatli amalga oshirgan edik, to'g'rimi? Aynan mana shu rasmlarni mana shu ko'rinishda hisoblash mumkin, ya'ni predict qilish yoki klassifikatsiya qilish mumkin bo'lgan bir paytda nimaga biz CNN ishlatishimiz kerak degan savol tug'ilishi bu tabiiy. Va javob quyidagicha. Tasavvur qiling, siz model quryapsiz va sizning data setingizdagi rasmlarning o'lchami mana bu ko'rinishda, ya'ni
1000 pikselga 1000 piksel va bu rangli bo'lgani uchun buning 3 ta kanali bo'ladi. Ya'ni red, green, blue RGB kanallari bo'ladi. Keling endi mana shu bitta rasm uchun parametrlar sonini demak hisoblab ko'ramiz. Deylik 1000 ga 1000 ni ko'paytirib va kanallar soniga ko'paytiradigan bo'lsak, demak sizda 3 millionta parametr bo'lar ekan. Aynan bitta mana shu rasmni agarda tasavvur qiling, mana bu fully connected layer yoki dense layer yordamida hisoblashingiz uchun siz demak 3 millionta mana bu ko'rinishdagi neyronlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Aynan bu bitta rasm uchun va tasavvur qilib ko'rishingiz mumkin, bu qancha vaqtni, kompyuter resursini talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Aynan mana shu narsalarni bartaraf qilish uchun ham demak CNN texnologiyasi bizga anchayin qulayliklarni demak yaratib beradi. Keling ana endi CNN haqida sizlar bilan yanada chuqurroq tanishib chiqamiz. Ana endi convolutionlar va ularning ishlash prinsipi haqida gaplashib olsak ham bo'ladi. Buning uchun esa quyidagi rasmga e'tiboringizni qarating. Mana bu mushukning rasmi mana bu ko'rinishda tasvirlab olingan ekan va bu yerda e'tibor bering, 3 ta kanal, ya'ni red, green, blue kanallaridan foydalanilgan, chunki mushukning rasmi rangli ko'rinishda. Ishlash prinsipiga keladigan bo'lsak, convolutionlarning biz yangi atamaga duch kelamiz. Bu atama qanday atama? Mana bu yerdagi demak kernel atamasidir. Bu kernel yoki filtr deb ataladi ushbu tushunchamiz. Buning vazifasi nima? Aynan mana shu kernel yoki filtrlar yordamida biz rasmning faqatgina ma'lum qisminigina, mana bu yerda demak ko'rib turibsiz, ma'lum qismi ajratib ko'rsatilgan. Aynan mana shu ma'lum qisminigina kernel yordamida matematik amallarni bajarib, mana bu yerda demak matematik amallarni bajarib va biz mana bu yerda demak qandaydir ma'lumotni ajratib olamiz, ekstrakt qilib olamiz. Aynan mana shu demak jarayonimiz convolutionning asosi hisoblanadi. Va mana bu yerdagi rasmning aynan o'sha kernel tushib turgan yoki filtr tushib turgan qismini demak patch deb ham atash mumkin bo'lar ekan. Va aynan mana shu convolution jarayoni bir necha marta rasmning to boshidan oxirigacha mana bu ko'rinishda demak qadam va qadam amalga oshirilar ekan. Va aynan mana shu convolutionning ishlash prinsipidir. Keling endi soddaroq ko'rinishga o'tkazib, yanada yaxshiroq tushunib olamiz. Ushbu slaydimizda convolutionga yanada soddaroq yondashamiz. Faraz qiling, bir kanalli va 6 ga 6 piksel o'lchamli rasmimiz mavjud va o'tgan slaydimizda ta'kidlaganimizdek, filtr yoki kernel yordamida rasmning muayyan qisminigina ajratib olib, o'sha qismida matematik amallarni bajarib va o'sha matematik amallar bajarilishi hisobiga qandaydir ma'lumot ajratib olar edik. Va bu yerda mana bu ko'rinishda demak keltirib o'tdik. Yana bu yerda bir narsani e'tiborga olishingizni demak so'ragan bo'lardik. Aynan kernel yoki filtr deb yuritayotgan mana bu tushunchamizni ham o'zining o'lchami bo'ladi. Bu o'lchamni ham demak biz bevosita kiritishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak keling tasavvur qilaylik, filtrimizning demak o'lchami 3 ga 3 va uning kanallar soni ham 1 ga teng deb tasavvur qilaylik va birinchi demak convolutionimizdan ajratib olingan ma'lumot farazan deylik 5 ga teng va mana shu ajratib olingan ma'lumotni biz mana bu demak matriksga mana bu ko'rinishda demak ajratib olishimiz mumkin. Va yana shuni sizga aytib o'tdikki, mana bu filtrimiz demak butun rasm bo'ylab harakatlanadi. Ana endi mana shu yerda yana bitta tushuncha paydo bo'ladi, ya'ni harakatlanish qadamini ham biz belgilab berishimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu yerda demak stride tushunchasi vujudga kelar ekan. Aynan bu stride nima degani? Mana bu filtrimizni har bitta qadamini demak mana bu yerda demak biz 1 deb belgilab oldik. 1 pikseldan iborat bo'lsin, ya'ni har bitta qadam tashlaganda bitta pikseldan demak oldinga harakatlansin. Va mana bu ikkinchi demak birimiz esa mana bu gorizontal yo'nalish bo'yicha piksellarimiz tugab bo'lgach, mana bu vertikal yo'nalishdagi demak
harakatimizni ham belgilab beruvchi bu harakatni ham demak biz 1 piksel deb belgilab oldik. Xo'p, ana endi mana shu yo'sinda biz keyingi harakatimizni ko'rishimiz mumkin. Demak, keyingi harakatimiz, keling mana buni o'chirib tashlab yuboraylik. Demak, keyingi harakatimizga e'tibor beradigan bo'lsak, demak mana bu yerda 1 piksel tashlab, demak keyingi harakatimiz amalga oshdi va bu yerda mana bu 3 ma'lumotini ajratib oldik va 3 ma'lumotimiz da demak mana bu matritsamizga mana bu ko'rinishda yozilib qoldi. Xo'p, aynan mana shu tarzda biz rasmimizning boshidan oxirigacha bo'lgan jarayonda aynan mana shu ko'rinishda demak convolutionni amalga oshirar ekanmiz. Va ko'rib turganingizdek, mana bu filtrimiz butun mana bu rasm bo'ylab harakatlanib, ma'lumotlarni demak ajratib oldi, hisoblab oldi va bu ma'lumotlarni biz mana bu matritsaga joylab oldik. Bu matritsamizning nomi feature map deb nomlanadi. Qisqa qilib FM deb qo'yaman. Feature map bu xususiyatlarni o'zida mujassam etgan xarita. Xo'p, mantiqiy jihatdan o'ylab qaraydigan bo'lsangiz ham, mana bu rasmimizning o'lchami 6 ga 6 va kanallarimiz soni 1 ga teng edi. Ana endi bizda demak mana bu ko'rinishdagi 4 ga 4 matritsaga ega bo'lib qoldik. Aynan mana shu yerda mantiqiy jihati shundaki, biz xaritada masshtabni bir necha marotaba kichkinaytira olamiz, lekin asosiy ma'lumotlarni saqlab qola olamiz. Shunaqami? Aynan convolutiondan ham ko'zlangan maqsad aynan katta o'lchamdagi ma'lumotlarni kichik o'lchamga o'tkazib olish va asosiy xususiyatlarni saqlab olishdan iboratdir. Xo'p, ana endi keling bu yerda sizlarda demak tushuncha paydo bo'ldi stride haqida, filtr haqida, kernel yoki filtr haqida va uning qanday harakatlanishi haqida ham sizlarda tushuncha bor. Ana endi mana bu filtrning ortidagi qanday matematik amal bajarilayotganligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun esa quyidagi slaydga e'tiboringizni qaratishingizni so'ragan bo'lar edik. Mana bu 6 ga 6 o'lchamli rasmimizni mana bu piksel ko'rinishda joylab oldik va har bitta pikselning demak o'zining qiymati bor. Va sizlarga aytib o'tdikki, filtrimizning ham qandaydir o'lchami bo'ladi. Bu yerda demak filtrimizning o'lchami 3 ga 3. Mana bu yerda ham belgilab qo'ydik. Va filtrimizning ham har bitta pikselida demak qiymatlar mavjud. Aynan bu qiymatlarni biz weight deb olsak bo'ladi, ya'ni W. Mana bu rasmdagi qiymatlarni esa demak biz x deb qabul qilsak bo'lar ekan. Va yodingizda bo'lsa, bizda formula mavjud edi. Demak, W ni x ga ko'paytirib biasga qo'shar edik. Va aynan mana shu formula ham mana bu convolutionimiz ham convolution hisob-kitobimiz uchun ham ishlaydigan formula ekan. Faqat bu yerda hisob-kitobimiz biroz boshqacha bo'ladi, chunki bu yerda bitta emas, hisoblanadigan raqamlarimiz bir nechta, ya'ni matritsalar haqida gap ketmoqda. Endi bu yerda matritsalar ustida amallar bajarilar ekan, lekin formula o'sha. Hisoblash amalini soddalashtirish maqsadida grafik ko'rinishda tushunishga harakat qilamiz. Keling, mana bu filtrimizni birinchi bo'lib rasmning mana bu qismiga olib kelaylik. Va bu yerda filtrimizning demak mana bu W qiymatlarini mana bu ko'rinishda demak yozib oldik va rasmdagi piksellarimizning qiymatini mana bu x ko'rinishida deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bu yerda hisob-kitob juda ham oddiy. Har bitta yacheyka uchun x ning va W ning qiymatlarini ko'paytirib olamiz va har bitta yacheyka uchun mana shu hisobni amalga oshirib va hisob-kitob oxirida ularning yig'indisini, o'zaro yig'indisini demak olishimiz kerak bo'ladi. Bu qanday amalga oshadi? Deylik, mana bu birinchi yacheykamizda demak 3 bu x ning qiymati, 0.1 esa W ning qiymati. Ikkinchi yacheykamiz uchun x ning qiymati 0 ga va W ning qiymati 0.3 ga teng. Va 3-yacheykamiz 1 va 0.2, 4-yacheykamiz 1 va 0.5 va hokazo. Mana shu demak 9ta yacheykamiz uchun ham demak hisob-kitob amalga oshirilib olingan qiymat mana bu feature mapning mana bu demak yacheykasiga olib kelib joylanadi.
va mana shu jarayon rasmning boshidan oxirigacha demak amalga oshiriladi. Buni ko'rishingiz mumkin mana bu ko'rinishda. Demak, rasmning boshidan oxirigacha demak mana shu filtrlarimizni qo'llab chiqamiz va rasmning so'ngida barcha filtrlar hisoblab bo'lingach, demak biz feature mapda mana bu demak qiymatlarga ega bo'lishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu yerda yana bir muhim jihatni aytib o'tishimiz kerak. Mana bu demak rasmimizning o'lchami 6 ga 6, filtrimizning o'lchami esa 3 ga 3 bo'lganligi uchun, bular biroz nisbatan kichik son bo'lganligi uchun, demak mana bu feature mapning yoki outputning o'lchamini taxmin qilish unchalik qiyin bo'lmasligi mumkin, lekin mana bu yerdagi o'lcham ortadigan bo'lsa, mana bu rasmning o'lchami va filtrning o'lchami ortadigan bo'lsa, mana bu demak feature mapning o'lchamini topishda, tasavvur qilishda biroz qiyinchilikka duch kelishimiz mumkin. Shuning uchun demak sizlarga formulani eslatma sifatida yozib qo'ymoqchiman. Demak mana bu n bu rasmdagi piksellarimizning soni va f mana bu yerda demak filtrning soni va uni birga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Demak, oddiy hisoblash uchun ko'rsatib o'tmoqchiman. 6 bu n ning soni 6 ga teng, f imiz esa 3 ga teng va unga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, demak bizda 4 soni kelib chiqadi. Aynan mana shu 4 bizga mana bu feature mapning o'lchamini beradi. Ya'ni bu 4 ga 4, aynan bu tarafi uchun ham xuddi shu hisob amalga oshiriladi. Aynan 4 ga 4 o'lchami mana shu yerdan kelib chiqadi. Endigi navbatda convolutionlarimizda uchraydigan asosiy muammo haqida gaplashamiz. Bu muammo mana bu filtrlarimizni demak rasmga qo'llaganda mana bu burchak, ya'ni edge deyiladi ingliz tilida, burchak qismdagi piksellarimizni hisoblab ma'lumotlarni ajratib olishdagi demak kamchiliklar haqida bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Buni soddaroq qilib tushunadigan bo'lsak, tasavvur qiling, mana bu filtrimizni birinchi bor qo'llaganimizda bu rasmning mana bu qismini qamrab oladi, ya'ni 3 ga 3 filtrimizning o'lchami. Deylik, ikkinchi bor qo'llaganimizda boshqa rangda belgilab ko'raylik. Demak, ikkinchi bor qo'llaganimizda mana bu qismini demak belgilab oladi va uchinchi bor qo'llaganimizda esa mana bu qismini va to'rtinchi bor qo'llaganimizda esa demak mana bu qismini belgilab olar ekan. Xo'p, mana shu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat, mana bu burchakdagi piksellarimiz faqatgina filtrdan bir martagina o'tdi xolos. Mana bu yerda e'tibor bersangiz faqatgina bir marta o'tdi xolos. Lekin mana bu o'rtada joylashgan piksellarimiz, qiymatlarimiz bir necha marta demak filtrdan, kamida 2 marta filtrdan demak o'tdi va ma'lumotlar ajratib olindi. Xo'p, mana bu raqamga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu ham mana bu yashil filtr ichida, ham mana bu qizil filtrning ichida. Demak, bu 2 marotaba mana shu pikseldan ma'lumotlar ajratib olindi. Bu esa yaxshi degani va shu bilan bir qatorda mana bu pikselimizdan, ya'ni burchakdagi pikselimizdan esa faqatgina bir marta ma'lumotlar ajratib olindi. Bu unchalik yaxshi emas. Ya'ni aynan mana shu qismdagi, chetki qismdagi rasmimizning qaysidir xususiyatlari faqat bir martagina filtrlanganda, filtr qo'llanilganda yaxshi ma'lumotlar ajratib olinmasligi mumkin. Aynan mana shu narsani oldini olish uchun biz sun'iy ravishda mana bu yerdagi demak filtrlarimizni, mana bu demak chet qismdagi filtrlarimizning demak sonini sun'iy ravishda oshirishimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu sun'iy ravishda oshirish jarayonini demak padding deb nomlar ekanmiz. Aynan mana bu yerda ham keltirib o'tdik. Paddingimizning soni 1 ga teng, ya'ni sun'iy ravishda mana bu ko'rinishda bittadan bo'lgan mana bu piksellarni oshirib chiqamiz va har bitta pikselning ichiga 0 bo'lgan qiymatlarni joylashtirib chiqamiz. Nimaga aynan 0? Chunki 0 ga har qanday mana bu weight ko'payganda demak 0 ga aylanadi va bu hech qanday ma'lumotni ajratmaydi rasmdan. Va shu bilan bir qatorda buning afzalligini ko'radigan bo'lsak, endi tasavvur qiling, mana bu yerda birinchi bor filtrni qo'lladik. Mana bu yerda filtrni qo'lladik
Va endi bu filtrimiz strideimiz 1 bo'lganda yana mana bu yerda demak e'tibor bering, mana bu burchak qismimiz 1 marta filtrning ichida va ikkinchi bor qo'llaganimizda ham demak mana bu strideimiz bitta siljigan bo'lsa ham, lekin ikkinchi marta ham bu burchagimiz filtrning ichida, ya'ni mana bu qismdan 2 marta demak filtrimiz ma'lumot ajratib olmoqda. Aynan mana shu narsani padding deb nomlanar ekan. Va yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana bu yerdagi feature mapimiz, ya'ni convolutiondan ajratib olgan xususiyatlarimizning o'lchami avvalgi formula yordamida hisoblab bo'lmaydi. Buning uchun yangi formula yozamiz. Ya'ni bunga formula quyidagicha: n qo'shilgan 2p minus f va unga oxirida 1 ni qo'shib qo'yamiz. Keling mana shuni hisoblaymiz. Demak, bunda padding o'lchami emas, padding bo'lganda o'lcham o'zgardi, lekin original o'lchami demak 6 ga 6 edi, yodingizda bo'lsa. Demak 6 ga 6, demak n ning raqami 6, paddingimizning soni 2, mana bu yerdagi paddingni anglatadi. Paddingimizning soni 1, 2 ga 1 ni ko'paytirib, filtrlarimizning soni 3 ga teng. Demak 3 ni ayiramiz va 1 ni qo'shamiz. Bu yerda demak 8, 3 ni ayiradigan bo'lsak 5 va 6 bo'ladi. Demak, mana bu feature mapimizning o'lchami 6 ga 6 o'lchamga kelib qolar ekan. Aynan mana bu formulani ham demak o'zingiz uchun belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Bu aynan padding ishlatilgan holatdagi formula hisoblanadi. Bu slaydimizdan esa demak siz convolutionni paddingsiz va padding bilan qanday ko'rinishda harakatlanishini demak ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin bo'lar ekan. Ana endi convolutionning RGB, ya'ni 3 ta kanaldan iborat bo'lgan rangli rasmlardagi qo'llanilishini ko'rib chiqamiz. Bu yerda demak rasmimizning o'lchami 6 ga 6 deb qaraydigan bo'lsak, bu yerda demak birdan bir o'zgarish mana bu kanallarda demak RGB bo'ladigan bo'lsa, kanallarimiz soni 3 ga teng bo'ldi. O'zidan o'zi rasmimizning o'lchami ham 6, 6 va 3 ga teng bo'lib qoladi. Demak, filtrlarimizni qo'llay olishimiz uchun ham filtrlarimiz demak 3 ga 3 edi. Filtrlarimizning demak kanallar sonini ham biz orttirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda 3 bo'ladi. Ana endi filtrlarimizning demak o'lchami 3 ga 3 teng bo'lib qoldi. Mana bu kanallarimiz soni o'zaro teng bo'lishini demak ta'minlashimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, bu teng bo'lgach, ana endi biz hisob-kitobni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Hisob-kitobimiz o'sha hisob-kitob, faqat bu yerda bitta kichik e'tiborga olishingiz kerak bo'lgan jihat, mana bu birinchi demak filtrimiz mana bu yerga kelib qizil rangli kanalimiz uchun bo'lgan ma'lumotlarni, ya'ni piksellarni, o'sha 9 ta ma'lumotni hisoblab chiqadi. 9 ta ma'lumotni hisoblaydi. Mana bu demak ikkinchi filtrimizning ikkinchi kanali esa mana bu yashil uchun, uchinchi filtrimizning uchinchi kanali mana bu ko'k uchun demak 9 tadan ma'lumotlarni hisoblaydi va biz jami o'sha 27 ta yacheykadan olinayotgan demak 9 bo'ladi. 9 demak 3 ta 27 ta. 27 ta ma'lumotni biz o'zaro bir-biriga qo'shishimiz kerak bo'ladi va bu qo'shilgan ma'lumotni demak mana bu feature mapimizning yacheykasiga joylab borishimiz kerak bo'ladi. Keling yana buni vizual tarzda soddalashtirish uchun mana bu ko'rinishga keltirib olsak bo'ladi. Filtrimizdan demak mana bu ko'rinishga va deylik strideimiz 1 ga 1 bo'lgan holatda ana endi mana bu filtrimizni harakatlantirib ko'ramiz. Keling. Demak birinchi olib kelib qo'lladik. Ana endi strideimiz 1 ga 1 bo'lgan holatda mana bu ko'rinishda demak harakat qilar ekan filtrimiz. Va mana shu tarzda demak davom etar ekan. Mana shu ko'rinishda davom etadi. Ko'p qavatli convolutionlar haqida gap ketganda, mana bu yerda ishlatgan filtrimizni ana endi sonini orttirishga tushunishimiz mumkin ekan, orttirishni tushunishimiz mumkin ekan. Ya'ni ana endi filtrlarimiz soni 1 emas, mana bu yerda biz demak 2 ta filtr ishlatdik. Sizda savol tug'ilishi mumkin, bu filtrlarning sonini oshirishdan nima naf deyishingiz mumkin. Tasavvur qiling, mana bu filtrni mana bu rasmimizga qo'llaganimizda shunchaki farazan o'ylab ko'rishingiz mumkin. Bu filtrimiz faqat
rasmdagi mana bu vertikal shakllarni ajrata olish xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Ana endi mana bu filtrimizni qo'llaganimizda esa rasmdagi gorizontal qiyofalarni ekstrakt, ya'ni ajratib olish xususiyatiga ega filtr bo'lishi mumkin. Va ana endi ham gorizontal ham vertikal shakldagi qiyofalarni ajratish orqali biz rasmni yanada xususiyatlarini yanada ko'proq ajratib olishga erishishimiz mumkin. Bu esa o'sha trening jarayonini, rasmni o'rganish jarayonini juda ham oshirib yuboradi, sifatini oshirib yuboradi. Va shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, filtrlarimizni alohida qo'llaganimizda bizda mana bu ko'rinishda ikkita 4x4 o'lchamli feature map hosil bo'ldi. Va bu feature maplarni ana endi ingliz tilidan stacking qilish orqali, stacking deb nomlanadi, stacking qilish orqali mana bu o'lchamga keltirib olishimiz mumkin va buni ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Tabiiyki, modellar qurayotganimizda faqatgina bitta convolutiondan foydalanmas ekanmiz. Bu o'z-o'zidan ketma-ket convolutionlar qatlamidan foydalanishga ehtiyojni keltirib chiqaradi. Shuning uchun mana bu ketma-ket convolutionlar qatlami haqida ham gapirib o'tishni joiz deb bildim. Tasavvur qiling, mana bu rasmdan, demak, sizning input rasmingiz, input imagingiz mana bu ko'rinishda, demak, channellar soni 3 ga teng va boshqa o'lchamlari 32 ga va 32 ga teng ekan. Va siz convolutionni qo'llash orqali, demak, kernel size yoki filter sizingiz mana bu ko'rinishda 5-5-3 o'lchamli va e'tibor bering, filtrlaringizning sonini demak siz 6 ta deb oldingiz. Va bu degani mana bu o'lchamdagi feature mapdan 6 dan olib stacking qildingiz, ya'ni bir-biriga demak yonma-yon qo'yib chiqdingiz degani. Va shuning uchun keyingi qatlam uchun demak sizda channellaringiz soni 6 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni mana bu raqam, mana bu keyingi qatlam uchun demak channellar soni bo'lib qoladi va tabiiyki o'z-o'zidan sizga o'sha hisoblagan formulamiz yordamida hisoblaydigan bo'lsangiz, mana bu yerdagi o'lchamimiz 28 ga teng bo'lib qoladi. Ana endi bu o'lchamdagi feature mapni yana bir marta convolutionni, ana endi e'tibor bering, ketma-ket tushunchasi kelyapti. Ya'ni bir convolutiondan keyin ikkinchi convolutionning qo'llanilishi haqida gap ketmoqda. Va ana endi filtrlaringiz sonini 10 deb oldingiz va e'tibor bering, kernel size yoki filter sizingizda ana endi o'lchami 5-5-6, mana bu 6, mana bu yerdagi channellar soniga teng bo'lishi kerak. Va ana endi keyingi sizda hosil bo'lib qoladigan, ya'ni 10 ta filtrdan hosil bo'lib qoladigan, stackingdan hosil bo'lib qoladigan mana bu feature maplaringiz ana endi channellar soni 10 ga va qolgan o'lchamlari 24 va 24 ga. Va aynan mana shu tarzda demak siz bir nechta convolution neural networklar, convolution qatlamlarini qo'llashingiz mumkin bo'lar ekan. Keling ana endi sizlar bilan subsampling usullaridan biri max pooling haqida gaplashib olamiz. Max pooling bu nima? Bu juda ham oson. Demak biz convolutionni qo'llab, mana bu demak feature mapni ajratib oldik. Bizda feature map bor. Ana endi bunga mana bu feature mapimizga max poolingni qo'llash orqali, ya'ni max poolingning filtri demak 2 ga teng, 2 ga 2 o'lchamli va stride 2 ga 2 ekan. Ya'ni bu nima degani? Max poolingni mana bu feature mapga qo'llaganimizda demak 2 ga 2 o'lchamda mana bu ko'rinishda va mana shu joyiga e'tibor qaratadi max pooling. Aynan mana shu feature mapning mana shu qismiga e'tibor qaratadi va mana shu elementlar ichidan eng maksimum qiymatini olib kelib mana bu matritsa feature map subsamplingdan hosil bo'lgan keyingi feature mapga demak joylashtiradi. Mana shu yacheykaga joylashtiradi. Demak mana bu joydagi maksimum qiymat bu 6 ekan. Demak 6 ni mana bu yerga demak joylashtiradi. Ana endi e'tibor bering, stride 2 ga teng. Keling boshqa rangni tanlab olamiz. Demak stride 2 ga teng. Bu degani bir emas, ikkita demak piksel sakrashi kerak. Kernelimiz, filtrimiz. Ana endi ikkinchi qadamimiz mana bu joyda bo'ladi.
Va endi bu yerdagi maksimum qiymatimiz demak 8 ekan. Mana bu elementlar ichida maksimum qiymat, ya'ni eng yirik qiymat bu 8. Aynan 8 mana bu joyga kelib tushadi. Bu yerda 8. Va xuddi shu tarzda keyingi etapimizda ham, keyingi bosqichimizda deylik mana bu joyni olaylik. Stride'imiz 2 ga teng va bu yerdagi maksimum qiymat 3 ga teng. Demak, mana bu 3 qiymati kelib mana bu yerga joylashadi. Uzr, boshqarangda. Demak, 3 qiymatimiz mana bu yerga kelib joylashdi va xuddi shu yo'sinda mana bu stride'imizdagi esa mana bu 4 qiymatimiz esa mana bu joyga kelib joylashadi. Va max poolingdan hosil bo'lgan feature mapimiz esa mana bu ko'rinishga ega bo'ladi. Xo'p, bu yerda max poolingdan maqsad nima? E'tibor bering. Demak, 4 ga 4 o'lchamli ana endi feature mapimiz yana bir bor 2 ga 2 feature mapga qisqarib qoldi. Demak, max poolingdan keyin o'lchami yana 2 barobar kamaydi. Va biz bu yerda demak eng maksimum qiymatlarnigina demak qabul qilib oldik. Xuddi mana shu subsamplingning yana bir texnologiyasi bu average pooling, ya'ni o'rtacha qiymatga asoslangan pooling hisoblanadi. Bu ham o'sha demak convolutionimizdan ajratib olingan feature mapga average poolingni qo'llaydigan bo'lsak, 2 o'lchamda filtr va 2 stride bilan qo'llaydigan bo'lsak, endi mana bu 4 ga 4 o'lchamligimiz yana 2 ga 2 o'lchamga kamayadi va bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihat endi mana bu stridelar orasidan eng maksimumini emas, balki o'rtacha qiymati olinadi. Ya'ni o'rtacha qanday hisoblanadi? Mana bu qiymatlarni barchasini bir-biriga qo'shasiz. Keling, mana bu yerda hisoblab ko'ramiz. Barcha qiymatlarni bir-biriga qo'shib va ularning soniga bo'lib yuborasiz. Mana soniga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, demak bu 13 taqsim 4 bu o'z-o'zidan demak 3,25 bo'ladigan bo'lsa, 3,25 qiymatini mana bu yerga olib kelib demak yozib qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Va mana shu yo'sinda barcha demak stride'imiz bo'yicha harakatlantirib, mana bu feature mapimizdan yana bir bora demak boshqa feature mapni, ya'ni o'lchami kichraygan feature mapni ajratib olar ekanmiz. Va average poolingdan olingan demak qiymatlarimiz mana bu ko'rinishga kelib qolar ekan. Sizlarga darsimiz avvalida va'da qilganimizdek, ana endi ushbu arxitekturani siz o'zingiz bemalol tahlil qila olish imkoniyatiga egasiz. Keling birgalikda tahlil qilib ko'ramiz. Demak, kirishdagi rasmimiz 32 ga 32 o'lchamli ekan. 32 ga 32. Bu yerda kanallar soni berilmagan. Kanallar soni 1 ga teng, chunki rasmimiz qora va oq rasm turiga kiradi. Va bu yerda birinchi convolution qo'llanilgan va bu yerda demak kernel size'imiz yoki filter size'imiz 5 ga 5 o'lchamda ekan. Bu yerda siz o'zingiz taxmin qilib ko'rishingiz mumkin filtrlar sonini. Demak, filtrlar soni bu yerda 6 ga teng ekan. Demak, 6 ta filtr qo'llanilgan mana bu o'lchamdagi. Demak, buni mana bu yerdagi demak feature maplarni sanash orqali bilishimiz mumkin ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Demak, 6 ta feature map ajratib olingan mana bu rasmdan va ana endi biz sizlarga formulasini ko'rsatganimizdek, mana bu o'lchamimiz ana endi 32 ga 32 o'lchamimiz convolutiondan so'ng 28 ga 28 o'lchamiga kelib qolar ekan. Xo'p, bundan so'ng keyin nima qo'llanilgan? Bu yerda demak subsampling qo'llanilgan. Subsampling haqida ham sizlar bilan gaplashdik. Bu average pooling yoki max pooling bo'lishi mumkin. Max pooling. Bu yerda har ikkalasidan biri qo'llanilgan bo'lishi mumkin yoki average pooling yoki max pooling qo'llanilgan bo'lishi mumkin. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihat mana bu yerdagi demak kernel size yoki filter size. Bu 2 ga 2 degani yodingizda bo'lsa, o'lchamini 2 barobarga kamaytirib yuborar edi. Bu yerda demak 14 ga 14 28 ga 28 o'lchamimiz 14 ga 14 o'lchamiga kelib qoldi. Mana bu subsampling qo'llanilgandan so'ng. Va mana bu yerdagi demak filtrlar sonimiz, feature mapslar sonimiz o'zgarmaydi.
demak subsampling bu raqamga ta'sir ko'rsatmaydi. Va keling mana bu yerda ikkinchi bor demak convolutionimizning qo'llanishi, ya'ni kernel size'imiz o'sha 5 ga 5 o'lchamdagi convolution kernel size. Ana endi bu yerda mana bu filtrlarimiz sonini bir necha barobarga oshirib yuborgan. Demak sanab chiqib bilishimiz mumkin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta va mana bu 16 ta. Demak ana endi bu yerdagi filtrlarimiz sonini 16 ga oshirib yuborilgan va mana bu 14 ga 14 o'lchamdagi o'lchamimiz ana endi 10 ga 10 o'lchamga kelib qoladi, qisqaradi. Bu ham o'sha formulada bor. Bu formulani demak takrorlab hisoblab ko'rishingiz mumkin. Va bundan keyin yana bir marta demak subsampling qo'llanilmoqda. Subsampling demak filtrlar soni, kernellar soni 2 ga 2 bo'lganligi uchun mana bu o'lcham yana 2 barobarga qisqaradi, ya'ni 5 ga 5 ko'rinishiga kelib qoladi. Xo'p, mana shu yerda demak subsampling qo'llanilgandan so'ng ana endi mana bu yerdagi demak barcha olingan raqamlarimiz, ya'ni mana bu yerda hosil bo'lgan barcha raqamlarimizni ana endi mana bu ko'rinishga keltirib olindi. Har bittasi uchun bitta neyron demak ishlatilinib, ana endi fully connected layer qismi ulanib qo'yildi. Aynan bu fully connected layerni siz demak o'tgan darsimizda softmax darsligida ko'rib chiqdik, fully connected layer haqida. Aynan mana shu qismini o'sha o'tgan darsimizdan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu feature maps dan hosil bo'lgan parametrlarni fully connected layerga demak qo'yib, mana bu yerdan demak oxirida mana bu klasslardan demak softmax yordamida klasslarga ajratishimiz mumkin bo'lar ekan. Mana shu joygacha o'tganlarimiz tushunarli bo'lsa, keling biroz dense layer yoki fully connected layer bilan CNNlarni kamchilik va afzalliklarini ko'rib chiqaylik. Sizlarga aytganimdek, fully connected layerning kamchiligi, agarda rasmimizning piksellari ortadigan bo'lsa, deylik 1000 pikselga 1000 piksel bo'ladigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan 1 millionta parametrni keltirib chiqaradi. Bu hali hammasi emas. Biz modellarni train qilayotganimizda demak hidden layerlardan foydalanar edik. Ana endi mana bu har bir kirayotgan neyronimiz bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lar edi. Bu esa parametrlar sonini bir necha bor oshib ketishiga, ya'ni har bitta neyronimizda mana shu 10 darajasi 12 ta parametrni demak hisoblash jarayoni amalga oshishini demak talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Aynan bu juda ham katta raqam bo'lganligi uchun demak CNNning afzalligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak 1000 ga 1000 aynan o'sha rasm bo'ladigan bo'lsa, 1000 ga 1000 o'lcham bo'ladigan bo'lsa va biz 10 ga 10 o'lchamdagi filtrni, ya'ni kernel size'ni qo'llaydigan bo'lsak, ana endi mana bu yerdagi parametrlarimiz 100 milliontaga demak tushdi. Bu degani mana bu parametrlarimizdan 10,000 marotaba kichik degani. Demak bu esa anchayin bizga hisoblashdagi ustunlikni beradi va undan tashqari yana afzallik taraflari, biz filtrlarimiz har bir rasmning alohida qismini o'rganayotganligi uchun va biz filtrlarni turli xil filtrlar qo'llay olishligimiz uchun ushbu texnologiyani, CNN texnologiyasi anchayin afzal hisoblanadi. Aynan shuning uchun CNN texnologiyasi rasmli datasetlarda keng qo'llaniladi va buning afzalliklarini demak ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Amaliy qismga o'tadigan bo'lsak, keling sizlar bilan oddiy CNNni modelini qurib ko'ramiz. Buning uchun o'sha o'tgan darsimizda ishlatgan MNEST datasetini, demak shu 60 mingta rasmdan iborat datasetdan foydalanib, keling mana bu ko'rinishdagi oddiy CNNni qurib ko'ramiz. Bu yerda demak o'sha mana bu input layerimiz, aynan mana bu rasmimiz input layerimiz va birinchi convolutionni qo'llab olamiz va bu convolutiondan keyin bitta pooling layer, ya'ni subsamplingni qo'llab olamiz va undan so'ng ikkinchi convolution, uzr, mana bu 2 bo'lish kerak edi. Va undan so'ng esa yana bir bor pooling layerni qo'llab
va keyin oxirida fully connected layerga yoki dense layerga demak uzatib yuboramiz. Mana bu yerda ajratib olingan barcha ma'lumotlarni, feature maplarni demak fully connected layerga uzatib, demak modelimizni to'liq training qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ushbu hisob-kitobni PyTorchda qanday amalga oshiramiz? Buning uchun PyTorchdan, ya'ni Torch kutubxonasidan Convolutional 2D ni chaqirib olamiz. Nimaga Convolutional 2D? Chunki sababi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bizning masalamizda ikkita o'lcham bor, ya'ni height and width o'lchami bor. Bizda channellar sonimiz 1 ga teng. Demak, biz channellar soni 1 ga teng bo'lgani uchun bu 3D hisoblanmaydi, ya'ni 2D hisoblanadi. O'lchamimiz 2D. Ya'ni ikki o'lchamli masala. Aynan shuning uchun ham biz 2D ni chaqirib oldik. Ana endi input channellarimiz aynan mana shu channelimizning soni bo'ladi. Ya'ni bu yerda channelimiz 1. Out channelni biz o'zimiz tanlab olamiz. Bu out channel nima degani yodingizda bo'lsa, filtrlar soni edi. Filtrlar soni. Kernel size esa uning o'lchami, filtrning o'lchami edi. Ya'ni biz sizlar bilan yuqoridagi misollarda ko'rib chiqdik, 5 ga 5 yoki 3 ga 3 o'lchamdagi filtrlar sonini ko'rib chiqdik. Aynan mana shu yerda kernel size mana shu filtrning o'lchamiga murojaat qiladi va buni biz o'zimizning misolimizda mana convolutional 1 qilib oldik, ya'ni birinchi convolution. Bu yerda o'sha convolutional 2D chaqirib olingan, input channelimiz 1 ga teng, chunki bizda mana bu channelimiz 1 ga teng. Output channelimiz, ya'ni chiqishimiz 10 ga teng bo'ldi. Ana endi bu degani mana bu rasmdan mana bu o'lchamdagi filtrdan, ya'ni kerneldan foydalanib 10 ta feature map ajratib olindi va bir-biriga stack qilindi deyilgani. Kernel size'imizni 5 yoki 5 ga 5 qilib yozib olishimiz mumkin bo'ladi va bundan so'ng pooling layer, birinchi convolutiondan keyin pooling layer qo'llanilmoqda. Bu subsampling hisoblanadi. Buni ham sizlar bilan o'tdik. Pooling layerda biz bu yerda max poolingdan foydalandik. Max pooling 2D dan foydalanildi. Demak, kernel size parametriga demak biz 2 ga 2 yoki 2 ni o'zini ham berib qo'yishimiz mumkin. Bu degani mana bu o'lchamni 2 barobar qisqartirib, demak bizga asosiy ma'lumotlarni ajratib beradi deyilgani va bu bundan so'ng mana bu demak convolution 2 bo'lishi kerak, uzr. Mana bu max poolingdan keyin convolutional layer 2 qo'llanilgan va bundan so'ng yana bir marta pooling layer va oxirida olingan natijamiz mana bu feature mapimiz ana endi fully connected layerga yoki dense layerga demak uzatilingan. Demak, fully connected layerga uzatilinib klassifikatsiya qilingan, ya'ni 0 dan to 9 gacha bo'lgan sinfga demak ajratib beruvchi, demak softmax dense layer ishlatilingan. Xo'p, ana endi buni amaliy qismda ko'rib chiqamiz. Va nihoyat sizlar bilan amaliy qismga yetib keldik. Keling mana shu amaliy qismda yozilgan kodni tahlil qilib ko'ramiz. Demak, ushbu kodga mana bu bog'lanma orqali murojaat qilib demak ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keling tahlilni boshlaymiz. Birinchi navbatda kerakli kutubxonalarni demak chaqirib olamiz va training parametrlarimizni mana bu yerda demak belgilab olamiz. Batchlar haqida gapirib o'tganmiz. Demak, batch size'imizni 64 ga tengladik. Device haqida ham o'tgan darsimizda gapirdik, ya'ni trainingimiz CUDA da, ya'ni GPU da yoki CPU da amalga oshirishni belgilab beruvchi qatordir bu. Xo'p, ana endi dataset haqida gapirishadigan bo'lsak, biz MNES datasetidan foydalanmoqdamiz. MNES dataseti bu o'sha 60 mingta rasmdan tashkil topgan, grayscale dagi rasmdan tashkil topgan, qo'lda yozilgan raqamlarning 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlarning rasm shaklidir. Va biz e'tibor berayotgan bo'lsangiz, birinchi bor demak rasmimizni yuklab olmoqdamiz. Keyin demak aynan bularni train va test datasetga bo'lib chiqdik va data loaderlar haqida ham sizlar bilan alohida dars qilganmiz. Bu yerda data loaderlar yordamida datasetlarimizni belgilab qo'ymoqdamiz. Keling, endi sizlar bilan model haqida gaplashamiz. Modelda demak klass yordamida CNN_net deb nom berib oldik
va PyTorchning NN modulidan, klassidan demak barcha parametrlarni demak meros qilib olamiz va bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ana endi har bitta convolution va max pooling va fully connected layerlarimizni ana endi qurib olamiz. Demak, birinchi convolutionimiz demak mana bu ko'rinishda input channelimiz 1 ga teng, output channelimiz 10 ga teng. Bu yana qaytaraman, bu filtrlarimiz soni. Kernelimiz soni esa 5 ga 5 va ikkinchi convolutionimiz esa demak buning uchun kiradigan channel 10 ta. Biz bilamiz ana endi bu yerdagi chiqish demak filtrlar soni keyingi qatlam uchun channel soni bo'lib qolar edi. Ana endi channelimiz 10 ga teng bo'ldi. Chiqishni yana o'zimiz belgilaymiz. Bu yerda 20. Demak, kernel size'imiz yana o'sha 5 ga 5. Xo'p, max pooling haqida gaplashadigan bo'lsak, yana bu yerda max pooling 2D, mana bu esa kernelimizning o'lchami, ya'ni 2 ga 2 o'lchamdagi max pooling, ya'ni mana bu o'lchamni bu 2 barobar kamaytirib yuboradi, ya'ni 10 ga tushirib yuboradi. Va self fully connected layer ham belgilab olyapmiz, instruct qilib. Bu yerda demak lineardan, ya'ni chiziqlidan o'tgan darsimizda sizlar bilan ko'rganmiz shu kunga qadar linear haqida. Ana linear uchun kirish 320 va chiqish 10 ga teng. Va bu yerda forward yordamida metod yaratib olib, arxitekturamiz ketma-ketligini demak joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda e'tibor bering, mana bu bizga demak x'imiz kirish ma'lumotlari aynan bu tensor shaklida. Buni ana endi biz birinchi navbatda convolutiondan o'tkazmoqdamiz, convolution 1 dan. Va bundan chiqayotganda demak max pooling yordamida subsampling qilmoqdamiz, ya'ni o'lchamini 2 barobar kamaytirib maksimum qiymatlarni olmoqdamiz va bularning barchasidan chiqayotgan qiymatni ReLU yordamida demak hisoblab olmoqdamiz. Va xuddi shu tarzda mana bu convolution 2 uchun ham xuddi shu jarayon takrorlanadi va oxirida chiqayotgan ma'lumotlarimizni demak tensorimizni flatten, ya'ni biz bilamizki fully connected layer uchun o'lchamimiz enter row lekin bitta kolumndan iborat bo'lishi kerak. Aynan mana shu view yordamida o'sha o'lchamini o'zgartirib olamiz. Va eng oxirida fully connected layer, ya'ni bizning o'sha linear qatlamimizga demak mana bu ma'lumotlarni kiritamiz va chiqayotgan eng oxirida chiqayotgan ma'lumotimizni softmax, ya'ni log softmax yordamida demak sinflarga ajratib olar ekanmiz. Bu yerda demak bu joylarni ham sizlarga qaytarib o'tirishning hojati yo'q. Aynan training uchun funksiya, test uchun funksiya va oxirida o'sha 1 dan 11 gacha bo'lgan 10 ta epok davomida training va testingni amalga oshirib ko'ramiz. Demak, buni bir marta run qiladigan bo'lsak, demak training jarayonimiz boshlanadi. Va trainingimiz o'z nihoyasiga yetgach, demak biz accuracy'ni ko'rishimiz mumkin. Accuracy'miz demak 98% ga teng, ya'ni modelimiz test datasetda demak test qilib ko'rilganda 98% aniqlikda ishlashini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Asosiysi hech qachon o'rganishdan to'xtamang.